Teng tomonli uchburchakka aylana ichki chizilgan. Uchburchakning burchaklaridan aylana ajratgan bo'laklariga kichik aylanalar ichki chizilgan. Agar kichik aylananing radiusi R ga teng bo'lsa, uchburchak tomonini toping. Uchburchak tomonini A bilan belgilaymiz. Muntazam uchburchak bo'lgani uchun barcha tomon teng bo'ladi. Katta aylana markazi O nuqta shu yerda joylashgan bo'lsin. Kichik aylana markazi O1 nuqta shu yerda joylashgan bo'lsin. Burchakka ichki chizilgan aylanalar shu burchak bisektrisida joylashadi. Va shu bisektrisaga ularni tashqi ravishda yoki ichki ravishda urish nuqtasi ham tegishli bo'ladi. Buni isbotini biz yuqorida 6-misolda ko'rdik. Demak, bisektrisa bo'lgani uchun bu 30 gradus bo'ladi. Sababi jami 60 gradus muntazam uchburchak bo'lgani uchun O1 kichik aylana markazidan shu aylanani uchburchakning tomoniga urish nuqtasiga radius tushiramiz. Katta aylana markazidan ham uchburchakning asosiga urish nuqtasiga radius tushiramiz. Natijada 30 gradusli qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Ya'ni 30 gradusli qarshida radius turibdi, u gipotenuzamiz yarmiga teng. Bundan kelib chiqadi O1A kesmamiz ikkita kichkina radiusga teng. Ikkinchi tomondan AO kesmamiz katta to'g'ri burchakli uchburchakdan 30 gradus qarshida katta radius turibdi, uni ikkilangani ikkita katta radiusga teng. AO kesmani topadigan bo'lsak, AO1 qo'shilgan bu yergacha bo'lgan masofa kichkina aylana radiusi, bu yergacha bo'lgan masofa katta aylana radiusi. Radius plus katta radiusga. Ikkinchi tomondan bu ikkita katta radiusimizga teng. Tenglik AO1 ikkita radius plus radius plus radius. Bundan katta radiusimiz 3 ta kichkina aylanani radiusga tengligi kelib chiqdi. Ikkinchisi muntazam uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi ildizi 3 taqsim 6 A ga teng. Bu ham 3 ta kichkina radiusga teng. Bundan A ni topadigan bo'lsak, 18 ta radius taqsim ildizi 3. 6 ildizi 3 ta radius. Demak, javob muntazam uchburchakning tomoni 6 ildizi 3 ta radiusga teng ekan.